Assalamu alaykum qarindoshlar. Uzun bo'ldi biz ekranda ko'rishmagani. Men sizlarni seg'inib qopdim, sizlar meni seg'inib qolgansizlar. Mushu kasal sababidan nurg'un ishlar o'tib ketdi. Men ekranga chiqmadim. Bu kasal butun dunyo xalqini parakanda qilyotdi. Alloh bu kasaldan mening xalqimni va butun dunyo xalqini omon eson o'tib ketganini nasib qilsin. Butun dunyoning hamma yerdagi qarindoshlarim sizlarga samimiy salom, oliy ehtirom. Bugün bu ekranga chiqishdagi sababim bir masala bilan chiqdim. U bo'lsa-mu, men 2-3 kunning yaqisiga bir bayonot e'lon qildim. Vaksina to'g'riliq Xitoyning vaksina nima qildi? O'zinglarning xabari bor qarindoshlar. Men gap kichik gap emas. Men o'tganda mush sotqi Uyg'ur masalasini sotqi berish to'g'riliq qayta 7-8 qatim so'zladim. O'zimiz mangduq bu ishqa. Axir berildi. Endi endi men shu vaksina to'g'riliq so'zlayman. Sabab dünyanın hamma yerida bu vaksinini sınaq qilgan vaqtida mayli Amerikada olsun, Avropada olsun, Rossiyada olsun, hayvanotlarga sınaq qildi qarindoshlar. Hozir Xitoy hukumati bu vaksinani o'zining ishlaganligini ilgari suryapti. Xitoy hukumati bu vaksinini Uyg'ur balalarning ustida, Uyg'ur yoshlarning ustidan, ayollar ustidan, Uyg'ur fuqarolari ustidan yurgizdi deydigan gumonim bor qarindoshlar. Gumanım emas, bunda paketlik narsalarni qo'limizga tushyapti. Masalan, o'tganda Dongbeyga akatgan yoshlar, Dongbeyda shu burunqi Yaponiya bilan qilgan bir nima bor, Yaponiyaning eski bir sınaq organi bor. Shu sınaq organga Uyg'urlarni ashaga akatgan Uyg'urlar g'oyib bo'ldi degan bizga oqma uchurlar keldi qarindoshlar. Şunu men Xitoy hukumatiningki bu qitimqi kasalni bizning vatanimizda kesel taqavatı tap adamlarni öygü soludu. İnşallah ulundan saqqala bizden halkımız taqap ketmez. Meyli kim bolsun, her millet halkı bu keselden saqqalsın. Lekin muş dünyanın Uygur'un ki bedenide Uygur'un bütün halkının bedenide muş keselni lagerda yetivatkan ayallar, balalar hem işkirik eketkenler üstüde sınaq qilganligi haqida qattiq gumonimizning bor ekanligini dunyoga murojaat qilinglar. Her bir tashkilotlar sizlar o'zinglar turayotgan davlatlarga berib, Xitoydan mushuni tekshirib berishni talab qilinglar. Biz buni aniqlab chiqishimiz kerak. Bu chaqchaqilgan gap emas, Uyg'urning ustidan buni sınaq qilayotganligi haqida nurg'un gaplar chiqyapti. Men muşununga hamma tashkilotlarni chaqiriq qilman. Bütün dünyadaki tashkilotlar, meyli ma'rif bo'lsin, meyli olmalar bo'lsin, meyli qurultay bo'lsin, meyli meclis bo'lsin, meyli mustaqillik harakati bo'lsin, meyli partiyalar bo'lsin, o'zinglar turayotgan davlatdagi sahiya o'rinlariga va hukumatga, parlamentga Xitoyning mushu vaksinini kimga sınaq qilayotganligini, nimaga sınaq qilayotganligini, bo'libmi Uyg'ur ustidan epirayotgan narsa ustida tekshirish, epirish kerak ekanligi haqida taklif yozib, o'zinglar yo'l meninglar demoqchiman. Mush tashkilotlarni shuningga chaqiriq qilaman. Va boshqa ziyolilarmi, qo'lingizdan keladiganlar odamlar, mayli Amerikaning o'zida State Department, Kongress hamma yerga shuni yezinglar. Biz mush haqida bir harakat etib berishimiz kerak. Rahmat sizlarga.